akajonim. Akalar kelmoqchi bo'lsanglar, bemalol telefon qilaverasizlar. Nomerlarimiz 93 338 99 91. Toshkentdan Moskva, Sankt-Peterburg, Toshkent, Krasnodar yo'nalishlariga ketmoqchi bo'lsanglar, nomerlarimiz 93 338 99 91. Rossiyskiy nomerimiz +7 969 177 50 50. Toshkent, Moskva, Toshkent, Orenburg, Samara, Tolyatti, Penza, Moskva, Toshkent, Nijniy Novgorod, Kazan, Moskva, Sankt-Peterburg, Toshkent, Krasnodar haftada 2 marta seshanba va juma kuni, Toshkent, Volgograd, Saratov, Rostov-na-Donu, Krasnodar, Sochi, Mariupol, Novorossiyskiy yo'nalishlariga ketsanglar bo'ladi. Toshkent, Yekaterinburg, Novosibirsk, Omsk, Tomsk yo'nalishlariga bemalol telefon qilib ketaverasizlar. Akalar, tanlovda adashmanglar, primo o'zimiz bilan bog'laninglar. Rahmat. Aka sog' bo'ling. Yo'l puli necha pul? Moskva, Qozog'iston o'tganda keyin avtobusga chiqilmaydimi? Yo'q, akajonim, chiqmaydi. Davlat tarafdan qo'yilgan avtobus. Mana avtobus ichki holatini ham ko'rsatib boramiz. Mana avtobus ichki holati, keyin tashqi holatini ham ko'rsatib boramiz. Necha pul haqqi? Pul haqqi 865 ming. Toshkent, Moskva. Avtobus azob beradi. Endi o'tirib ketish o'zi azob. To'g'ri gap. 3 kun o'tirib ketish o'zi azob. Bir problema o'tirib ketish. Shunaqa azob bo'lmasligi uchun mana pasrenilar bilan gaplashib, ishonib, hali arzon narxlarga uchib olmasligi uchun mana primoy avtobuslarimiz sizlarning xizmatingizda. Toshkentdan Moskva, Krasnodar yo'nalishlariga bemalol ketaverasizlar. Toshkentdan hozir mana ko'rsatib boramiz. Bemalol Toshkentga mana rohatli krugi. Bemalol mana rohatli krugidan kelasizlar. Mana rohatli krugi, mana Vodiy Andijon Pita. Bu yoqdan Qo'yliq bozoridan kelishinglarga o'rtada mana bu yoqdan rohatdan kelishinglar. Nima xizmat aka? Mana avtobusimiz, O'zbekistonda avtobuslari. Davlat tarafdan qo'yilgan avtobus. Qashqarga ketasiz. Moskvaga. Qachon? Keyingi hafta. Payshanba. Yozing nomer aka. Yo'q, bor nomer. Kimniki bor? Men sizlarni ofisida o'sha. Hozir uchrashdim. Kim bilan uchrashdingiz? Bo'ldi. Bo'laver. Mana shu avtobus aka. Mashi boradimi? Ha, mashi boradi. Bu bo'lmaydi aka, buni yana bitta kiradi. Ha? Mana shu avtobus yana kiradi. Bu turadi mana shu yerda. Ha, bu turadi. Boshqasi keladi. Ha, boshqasi. Bu Avtobus azob bo'lish, bu avtobus chegaraga qoladi. Nimaga qoladi? Nima sababdan qoladi? Aka, granitsaga qiynay. Yo'q, granitsada qiyinchilik yo'q. 200 rubl tamoji расход bo'ladi. Qancha? Puli 865 ming so'm. Biznes avtobus yonib. Tavba qilin. Shunchalik negativsizlar, akalar. Bag'ringlarni keng qilinglar. Assalomu alaykum aka. Mani Zolotoy koronani kechki tomoni. Ha, kech payt yetadi. Zolotoy koron bor, olib ketamiz. Ketamiz aka, olib ketamiz. Bexijolat olib ketamiz. Endi aka, samolyotga biletinglar bo'lsa, samolyotga ketganinglar ham mingta zo'r. Rossiya nomeri yozib oling. +7 969 177 50 50 Cherneyevka. Yo'q, Cherneyevka ochilmadi, hali beri ochilmaydi. Bittadan like bosib boramiz, podpiska qilib qo'yamiz, aziz yurtdoshlar. Qalaysiz? Salom aka. Orolbek. Assalomu alaykum, Orolbek aka. Endi samolyotingiz aka hozirgi kunda kamida $250. Siz $250, $300 har xil bo'lyapti. Reyslar o'zgaryapti, biletlar o'zgarib turibdi. Siz nima qilib $100 ga bemalol Rossiyaga yetib olishingiz mumkin avtobusda. Rubliga qancha? Rubliga 6,5 mingdan 7 ming rublgacha. Chorniy xod bormi? Yo'q, bizda yo'q unaqa shu narsa. 24-kuni 650 mingdan Moskvaga
Bor, O'tkir aka 650 ming so'm. Faqat 24-kuni aksiyada qatnashib oling. Bilet